Xo'p, assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Barchalarga xush kelibsizlar. Navbatdagi qabulimizni boshlaymiz. Mana doimgidek bir oyda 3 martadan qabul o'tkazyapmiz. Mana murojaatlarni ro'yxatga olishib ruxsat bersalaring. O'tib bir boshdan gaplashaveramiz. Xo'p. Sizni nimangiz nima? Nima masala bo'yicha siz masalangiz? Meni masalan Ezodxon akalar fermer xo'jaligini akasi bo'laman. Hozir Ezodxon akalari. Hop. Fermer xo'jaligi bu? Fermer xo'jaligi. 10 gektar yerim bor hozirda. Hop, ismingiz nima? Ismim Xo'jalik Shahobbos. Shu 10 gektar yerim bor, yarmi shoftoli, yarmi olma. Nima yo'nalishda u? Bog'mi? Bog'dorchilik yo'nalishida. Shunga men 100 million kredit olmoqchiman. O'g'it, nimalar. Hozirda menda qo'limda 5 ta ishchi o'rni bor. Yana 3 ta ishchi o'rnini yaratishga va'da beraman. Yo, ma'lum nima qilmoqsiz? 100 million nima qilasizlar? 100 millionni shu yana ko'chat ekamiz. O'g'itlar olinadi. Nima bog' bor o'zi? Bog'da nima bor? Bog'da shoftoli bor, olma bor. Har xil mevalar bor-da, anjirgacha bor. Mana shuni yanada rivojlantirmoqchiman. Ko'chatchiligiga. Shunga yana ishchi o'rinlar yaratib, hozirda 5 ta o'zidan oilaviy ishchi o'rin bor. 5 kishi ishlaydi bog'da o'zi. 5 kishi ishlaydi. O'zim mollar bersa yana qo'shimcha odam olasiz. 3 ta. Ko'chatdan o'zimiz bo'lmasa kerak-ku. Ko'chatdan o'sha pulga olamiz. Mana shu 100 million ichida ko'chat qilamiz, o'g'itlar hamma yo'qda. Keyin sotasizlar aholiga. Qumtepa bozorida o'zi joyimiz bor, o'sha yerda savdo qilamiz. Murojaat qilganmisiz? Murojaat qilgan. Ariza topshirgan. Yaxshi, aka, bo'lmasa 100 million so'mlik kreditni tartiblarini aka yana bir qator tushunib 5 yil muddatga beramiz. Yana bir qator menimcha tushuntirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. 2 yil imtiyozli davr bilan. Sababi endi ko'chatni sotib, oborot qilib, nima deysiz, foizlarini to'lab, o'zingizni nima deysiz, tadbirkorlik yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Ishchi o'rni yarataman deyapsiz. Ishlarga shart to'lash kerak. Shuning uchun mana prezidentimizga rahmat, 312 PK qaror deydi. Shu 100 million so'mlik kredit, oldin mashina olib kel, yarib olib kel deylar. Mana rahmat, abrotlaring bor ekan, yozib qo'yishdi mana endi. Har oyda o'sha sotilgan mahsulotlarni to'larkansiz deyish kerak. 70-80 million so'm pul tushum bor ekan, nimalarida, hisob raqamlarida. Bo'ldi, o'sha 2 yil imtiyozli davri oliy to'lovlarni hisob kitobini qilib olasiz, biznes rejani qilib berasiz. Arizalari o'tgan bo'lsa ijobiymi, oldin pul topshirmagan ekan, pul topmaganmisiz? Yo'q, birinchi marta shu kreditga topshirgan. Yaxshi bo'ldi, hujjatlar topshirgan bo'lsangiz, to'liq nima qilgandan keyin bir 3 kun muddatda chiqarib beramiz. 3 kun muddat degani hujjat to'liq topshirasiz, ariza bergan kuningizdan emas. Lekin faqat maqsadli ishlatish kerak. Men boqib olyapman deb ko'chat qilamiz deb borsa ko'chatni orqalab yurmasin bolalar, sabab maqsadli ishlatish kerak. Buni endi bizdan tashqari Moliya vazirligidan berilayotgan mablag', imtiyozli mablag'. Shuning uchun bo'ldi, masala yo'q, to'g'rimi deylar sizlarda? Masalalar yo'q. Bo'ldi, hujjatlar to'liq topshiring, 3 kun muddatda hal qilib beramiz. Bo'ldi. Xo'p, salomat bo'ling.